O'zbekiston fuqarolariga tezkor xabar. Rasman endilikda pravani o'qimasdan ham olishingiz mumkin. Kech bo'lmasdan barcha fuqarolar xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda moped va skuter haydash uchun A1 toifadagi haydovchilik guvohnomasi joriy etiladi. Uni avtomaktabda o'qimasdan ham olsa bo'ladi. Hukumat qaroriga binoan 2026-yil 1-yanvardan boshlab moped va skuter kabi transport vositalarini boshqarish uchun haydovchilik guvohnomasining A1 kichik toifasi joriy etiladi. Bu guvohnomani olish uchun esa avtomaktabda o'qish talab etilmaydi. Mustaqil tayyorgarlik ko'rgan holda nazariy imtihon 20 ta savoldan kamida 16 tasiga to'g'ri javob berish va amaliy imtihondan o'tish lozim bo'ladi. Bundan tashqari A, B, C, D toifasidagi guvohnoma egalari A1 kichik toifadagi transport vositalarini ham boshqarish huquqiga ega bo'ladi, deyilgan xabarda.